Rezinkalarni cho'zmasdan lo'nda o'rganyapsiz. Shirin, bugun nimalarni o'rganganingizni bir tekshirib qo'ymoqchi edim. Bugun men maxsus o'rma va to'qima rezinkalarni chuqurroq analiz qildim. Zo'r. Unda menga aytib bering, nima kamchiligi joy bo'lsa, men to'ldirib turaman. Yaxshi ustoz, ko'proq bilib olaman. Boshladikmi? Maxsus o'rma yoki to'qima rezinkalar bu faqat kiyim-kechak sexlarida ishlatiladigan oddiy detal emas. Ular zamonaviy ishlab chiqarishning eng muhim aksessuarlaridan biridir. Bu rezinkalar quyidagi sohalarda ham keng qo'llaniladi. Xo'p, Oyoq kiyim sanoati, sport krossovkalaridan tortib kundalik oyoq kiyimlarigacha. mebel ishlab chiqarish, Yumshoqlik, mustahkamlik va shaklini ushlab turish uchun. turli sumkalar va chemadonlar, Mustahkam tortqilar, bog'lamlar, ichki bo'limlar uchun. harbiy va taktik anjomlar, Yuklama bardoshligini oshiruvchi elementlar sifatida. sport jihozlari, Qo'shimcha himoya, mustahkamlash va ergonomika uchun. uy anjomlari, Maishiy buyumlarda qulaylik va ushlanishni ta'minlovchi qismlar. avtomobilsozlik, Ichki qoplamalar va mustahkamlovchi bo'laklar uchun. tibbiy anjomlar va respiratorlar. Elastik bog'lovchilar va teriga qulay bog'lamlar uchun. Umuman olganda rezinkalar har bir mahsulotning funksionalligi, qulayligi va xavfsizligini ta'minlovchi ajralmas qismdir. Rezinka kichkina detal bo'lib tuyulsa ham, butun mahsulotning sifatini belgilaydi. Bugun Shirin yaxshi o'zlashtiribdi. Gap yo'q Shirin.